Bugun Agrobank Ubud filialida navbatdagi tadbirkorlar bilan sayyor qabuli bor. O'sha sayyor qabul o'tkazishimizdan maqsad tadbirkorlarni o'sha muammolarini, takliflarini o'rganish, yangi produktlarni o'sha ommaga taqdim etish asosiy vazifamiz shu. Endi bilamizki, bank sohasida bank bilan tadbirkor ikkovi bitta odam. Bitta odam, tadbirkor bor, bank bor. Sizlarni o'sha faoliyatlari o'zaro bank bilan bog'liq. Bu bank degani davlat tizimiga oladigan bo'lsa, o'sha davlat qon tomiri hisoblanadi. Ayniqsa iqtisodiy kompleks, pul mablag'lar hammasi bankda aylanadi. Shuning uchun tadbirkorlar bilan bank bog'laydigan narsa kredit. Kredit hozirgi kunda mana kredit to'g'risida oldindan ma'lumot beraman. Yangi kreditlar bor. 2025 prezident qaroriga asosan tadbirkorlik subyektini rivojlantirish uchun kreditlar berilgan. Bu ayollarga ayniqsa yangi Agrobank yangicha bir imtiyoz paydo qilgan. Ayol tadbirkorlarga tadbirkorlik uchun ajratilgan kredit 2% past. Masalan, erkaklarga 21% dan hozir 312 qaror bo'yicha beryapmiz. Kredit 100 million so'mgacha begarov, zararsiz. Ayol tadbirkor bo'ladigan bo'lsa 19% bilan 2% past beradi. Mana shu yangilik birinchi Agrobank tashabbusi bilan qilingan. Bu bo'yicha